Assalomu alaykum, Uyg'ur radiosining aziz anglag'uvchilari. Kitob anglitish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Abdori Bayraktar Bayrakli, Tadbiriyay nashriyati, ovozda Xadicha Uyg'ur. 19-qism. 5-tema emgak huquqi. İnsanlarning tarixini tashkil qilgan, yozgan va beyitgan qimmat emgak bo'lib, zulm bo'lsa emgakning haqqini bermaslik bo'lib hisoblanadi. Halal ve haram hukmini bir-biridan ayırıdığan qimmatlarning biri emgakdir. Emgak ajr singdirilmagan kirim halal bo'lmaydi. Paydini halal qilgan omil emgakdir. Haqqi berilmagan emgak emgakchi uchun azobga aylandi. Bu sababdan eng oldingi o'rin turgan haq huquqning biri bo'lsa, emgak haqqini qo'lga olish huquqidan iborat. Emgakning insoniyat jamiyatidagi ahamiyati qonning badandagi roliga o'xshaydi. Birinchi, Qur'ondagi emgak hukmi. Hammaga qodir Alloh insonlar ega bo'lgan eng cho'ng qimmatlardan birining emgak ekanligini ko'rsatib bergan. Shundaqla buni universal prinsip sifatida bekitgan. Bu haqdagi oyat mundaq: İnsan uchun o'zining emgakidan boshqa narsa yo'q. Najm surasi 39-oyat. Oyatdagi sa'i hukmi ishlash, tirishchilik ko'rsatish ma'nosini bildirdi. İnsaniyat jamiyati ishlash orqali oqizilgan ter va sarf qilingan emgak bilan hayotini davomlashtirdi. Shunga ishlamaydigan va ajr singdirmaydigan kishilar jamiyatga yuk bo'ladi. Ikkinchi, emgak turlari. Birinchi, aqliy emgak. Eng qiyin va ahamiyatli emgak aqliy emgak bo'lib, u cho'ng mingning ishiltishi orqali barliqqa keladi. Bilim yaratish organi bo'lgan mingning emgaki muqaddas bo'lib, aqlni ishiltish, tafakkur qilish va aqliy ijodiyatga o'tish qatorliq eng yuqori qimmatlar mingning xizmati orqali amalga oshadi. Bu sababdan cho'ng mingning emgak haqqini ado qilish, uni to'g'ri usullar bilan ta'minlash orqali amalga oshadi. O'qimaydigan, bilim egillamaydigan, tadqiqot bilan shug'ullanmaydigan va tafakkur qilmaydigan kishilar mingning emgak haqqini ado qilmagan kishilardir. Mingning haqqini ado qilmaganlar ustunlik va oliyjanoblikqa erishish fursatini qo'ldan berib qo'ydi. İnsaniyat yetib borgan bilim pallisida mingning ajr emgagi bor. Tafakkur qilmaydigan aqllar hech qanday emgak sarf qilmaslik orqali aqlning haq huquqini dafsanda qiladi. Aniqki har bir shaxs va xalq ega bo'lgan qimmat uning mingisining faoliyati va sarf qilgan emgagining mukofotidan iborat. Mingning emgagining haqqini ado qilmaydiganlar o'z mingisini o'ltiryotdi. Uningga zulm qilyotdi. Hamda uni haq huquqidan mahrum qilyotdi. Shaksizki mingisini ishlatadiganlar, mingisini xizmat qildirdiganlar va mingisining mahsulotlarini hammadan ustun ko'rdiganlar Alloh tarafidan ulug'lanadi. Demak, go'zal axloq mingining emgagi orqali vujudga keladi. Ikkinchi, jismoniy emgak. Jismoniy emgak nurg'un haq huquqlarning ol asosini tashkil qiladi. Ota-onalarning haqqining ulida ularning bolalariga sarf qilgan emgak bor. Emgak bo'lgan yerda haq huquq bo'ladi. Emgak qilmasdan haq huquqqa erish harom. Ishchilarning haq huquqi ularning emgakidan keladi. Ter to'kkan kishi to'kkan terning haqqini olishi shart. Emgak peshondan oqizilgan terga aylanganda haq huquqining borligini isbotlaydi. İşçinin jismoniy emgagiga sal qarash va uning haqqini yetarli bermaslik ish xizmat hayotini zulm sohasiga aylantiradigan bo'lib, natijada bu shaxslarning oliyjanobligini buzadi. Chunki emgakka tegishli haq bermasdan erishadigan foyda hayonkashni do'zax ittirdi. Demak, jannat sarf qilingan emgakning haqqini ado qilguvchilarning makoni. Shunga emgak ajr qilmasdan jannatga kirgil bo'lmagandek, peshonidan oqqizilgan terning haqqini bermasdanmi jannatga kirgil bo'lmaydi. Hammaga qodir Alloh ishlab emgak qilishni ibodat sifatida qabul qiladi. Davud oilasidagilar, menga minnatdorlik bildirish uchun ishlanglar. Haqiqatan bandalarimning ichida shukr qilguvchilar bek oz. Saba surasi 13-oyat. Alloh ishlashni minnatdorlik bildirish bilan o'xshash ko'radigan bo'lib, bu oyatda ishlash orqali shukr qildiganlarning bek oz ekanligini bildirgan. Bu oyat Hazrati Davudning Zabur nomli muqaddas kitobida o'rin olib qolmay, yana Qur'onda o'rin olgan. İşlab ajr qilguvchilar amaliyotda Allohga shukr aytadi. İşlamaydiganlar, minnatdorlik bildirmaydiganlar bo'lib, undaqlar jannatga ancha oson kirolmaydi. Diqqat bilan nazar solganimizda, ulug' Alloh shukr qilguvchilarning bek oz ekanligini bildirgan. Demak, haqiqiy ma'noda ishlaydiganlar oz bo'ladi. Chunki Alloh ishlash bilan shukr qilishni teng o'rin qo'ygan. Oyatning yana bir ma'nosi shuki, ko'pincha kishilar emgak sarf qilmay turmushini qamdaydi. Uningdan boshqa emgakini yomon yo'llarga sarf qildiganlarmi bor. Albatta, emgak mahsuli halol bo'lsa, u ondan muqaddas bo'ladi. Chunki kishini jannatga kirgizadigan emgak bo'lganidek, kishini do'zaxga tashlaydigan emgakmi bor.
Şuna əmgək qılmay cənnətə kirmən deb o'ylaydiganlar o'zini aldaydi xolos. İkinci paragraf ijtimoiy haq-huquqlar. Birinchi ota-ona haqqi. Qur'on insonlarning munosabatiga har qaysi taraflardan nazar tashlagan bo'lib, bu munosabatlar ko'ngildagidek saviyaga yetish uchun nima qilish kerakligini ko'rsatib beradi. Inson deb atalgan mo'jiza bovoq holatida tug'ilishdan burun onasining qursog'ida o'tkazgan mezgil uning tunji muhitini tashkil qiladi. Dunyoga kelgandan keyin bo'lsa, oila uning tunji ijtimoiy chambarigini shakllantiradi. Jamiyatdagi eng kichik hujayra va bolaning eng yaqin ijtimoiy chambariga bo'lgan oila ichidagi munosabatlar muqaddas oila rishtining jonliq va mustahkam bo'lishi natijasida o'zining orbitasida normal aylanadi. Oila rishtining jini o'zaro muhabbat, hurmat va qadrlash bo'lib, Qur'onning hech yerida Alloh ota-onalarga bolangizni suying demaydi. Chunki farzand sevgisi inson tabiatida azaldan mavjud bo'lgan bir alaylik va his tuyg'u, muhabbatning mohiyatida olg'a qarab eqish bor. Ya'ni u ota-onadan avlodlarga oqidi. Hargiz buning ta'sirsiz qarab oqmaydi. Shunlashqa hammaga qodir Alloh farzandlarni ota-onasini hurmatlashga buyurgan. Muhabbat va hurmatni kayni qarab eqitishni iborat bo'lib hisoblandi. Orqa qarab eqitilgan bu hurmat va muhabbat daryosining ismi Isro surasining 23-oyatida ihson deb ataladi. Oila rishtini kuchaytiradigan va ularga hayotlik ato qiladigan bu hukmning qaysi ish harakatlardan tarkib topadiganligini tuvandagidek izohlashga bo'ladi. Birinchi, ota-onaga ohoymi demaslik. Hammaga qodir Alloh ota-ona bilan qizirishib qilish oyoqda tursin, ularga yuqori ovozda gap qilish va azor berishni, hatto ularga ohoy deyishni cheklaydi. Ota-onalarning haqqi shunchalik ulug' bo'lib, u hatto ohoy, foyjon, zerikdim degandek so'zlarni ko'tara olmaydi. Ikkinchi, ota-onalarga azor bermaslik. Yashinib qolganligi sababidan ota-onalarga azor berilgan bo'lsa, bu ularning haq-huquqining daxli taruzga uchraganligidan derak beradi. Hammaga qodir Alloh ota-onalarni chetga qiqish, xo'rlash va haqoratlashni qat'iy ma'ni qiladi. Ta'kidlash zarurki, bu madaniyat masalasi bo'lmasdan, balki ilohiy buyruqdir. Ota-onalar chetga qiqilgan, xo'rlangan va haqoratlangan jamiyatda xushalliqni qo'lga keltirish asli mumkin emas. Chunki bundaq jamiyat oliyjanobligini, fazilatini va axloq qiymatini yo'qotib qo'yadi. 3. Ota-onalarga chiroyli so'z qilish. Chiroyli gap qilg'in buyruqining "Ohum dema" va "Koyima" degan buyruqlardan kelib chiqishi kishining diqqatini tortadi. Biz oyatda chiroyli deb tarjima qilgan Qur'on Karim so'zi Allohning ismlarining biri bo'lib, keng qursoq, apuchan, qadrlik, oliyjanob, muloyim va go'zal degan ma'nolarni bildirdi. Ota-onasi haq-huquqqa hurmat qilgan odam ota-onasiga hamisha yaxshi muomala qilib, chiroyli so'zlarni qilishi kerak. Diliga azor so'zlarni emas, balki qalbiga huzur so'zlarni qilishning muhimligini ta'kidlaydigan bu oyat ota-onalarning haq-huquqining yildizining qalb tishganligini ko'rsatib beradi. 4. Ota-onalarni kuyimchanlik mahsuli bo'lgan kamtarlik qanoati ostiga elish. Ata-onamiz bizni xuddi bolalarni qanoti ostiga olgan qushlar o'xshash qanot ostiga ilib, asrab biqib cho'ng qiladi. Ularning bizni bag'riga besishi, quchoqlashi va ko'ngil bo'lishi vaqtning o'tishiga agishib o'rin almashtirdi. Ya'ni ularning bizga qilganlarini ularga qaytarishimiz zarur holga keladi. Bu sababdan hammaga qodir Alloh bizning rahim shafqatdan tashkil topgan kamtarlik qanotiga ega bo'lib, ota-onamizni bu qanot ostiga ilishimizni umid qiladi. Shuni bilishimiz kerakki, ota-onalarga kerilgan bu mehr shafqat qanotlari bizni Allohga ilib bordi. Shunga qanot qiqib Allohga ushmoqchi bo'lganlar ota-onasini qanot ostiga ilishi shart. 5. Ota-onalar uchun duo qilish. Isro surasining 24-oyatida Alloh mundaq deydi: "Ey Rabbim, ular meni kichik chig'imda mehr shafqat bilan qatorga qo'shganidek, senmi ularga mehr shafqat qilg'aysan" degin. Bolalikda qanday marhamat bilan cho'ng bo'lganligini eslash inson uchun fazilat bo'lib hisoblanadi. Buni biladigan va as tutilgan kishining o'xshash muomalani ulug' Alloh tomonidan ota-onasiga ko'rsatilishini tilishi Allohning buyruqidir. Bu orqali ulug' Alloh bizga ota-onalar uchun o'ziga qanday duo qilishni o'rgatgan. 6. Fani dunyoda ota-onalarning holidan yaxshi xabar olish. Luqman surasining 15-oyatida ulug' Alloh bizni ota-onamizning holidan yaxshi xabar olishga buyurgan. Kishi ota-onasining holidan xabar olganda, ya'ni ularning haqqini ado qilganda, ularning e'tiqodiga qaramaslik kerak. Balki bu dunyo hayotida ularga hamisha yaxshi muomala qilib, ularni aqidadan ustun o'ringa qo'yishi lozim. 7. Allohga va ota-onalarga shukr etish. Luqman surasining 14-oyatida Allohning bizni yaratganligi, shundaqla ota-onamizning bizni dunyoga keltirganligi uchun o'ziga va ularga
minnatdor bo'lishimiz keraklik bayon qilingan. Shukr qilish, ya'ni minnatdor bo'lish bizga qilingan yaxshiliklarning qadrini bilishni ko'rsatadi. Yaxshiliklarni qadrlaydigan kishilar minnatdor bo'ladi. Bugungi jamiyat shukrsiz, tuzkor kishilar bilan to'lib ketgan bo'lib, biz bolalarimizga Allohga va ota-onaga minnatdor bo'lishni o'rgatishimiz kerak. Biz 7 mavzuga ayirib bayon qilgan bu go'zal axloq esil fazilatlar ota-onalar bilan bolalar o'rtasidagi munosabatning javhirini shakllantirdi. Balalar o'ziga tavsiya qilingan bu axloqiy harakatlarga astoydil rioya qilish orqali oila hayotini jannatga aylantirishi kerak. Jannatni izlaguvchilar eng boshda nazar tashlashi kerak bo'lgan joy ota-onalarning qalbi. Shuni unutib qolmasligimiz kerakki, Allohning roziligi ota-onalarning roziligi bilan zich munosabatlik. Aziz kitob anglag'uchi do'stlar, bu qitimliq o'qishimiz mushayda oyoqlashdi. Kelar qitimliq ko'rishayli, xayr xo'sh, Allohga omonat.